Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugun biz sizga Buxoro shahrining Qo'q markazi Buxoro shahar vokzal media park ro'parasiga 7 qavatli elitli liftli uyning 4-qavatda 2 xonali shikarniy kvartiramiz obzorga yetib keldik. Eshikdan kirish bilan ko'rib turganingizdek, uyimiz to'liq zamonaviy ta'mirlangan. Bu yerda kattagina prixo'jiy, xorij atmosferasini berib o'tiradigan foto aboy qilingan. Eshiklarimiz barchasi zakaznoy MDF eshiklar. Bu yer birinchi xonamiz yotoqxona, oshxona hamda mehmonxona hamda sanuzullarimiz. Uyimizni yotoqxonamizdan ko'rishni boshlaymiz. Yotoqxonamiz ham ko'rib turganingizdek, yotoqxona mebellar bilan jihozlangan. Bu yerda ham yana bitta interesli fishkasi bor. Magnitli. Bu yerda barcha pullaringizni olib qo'yishingiz ham mumkin. Yaxshi yotoqxona mebellar bilan jihozlangan hamda balkonchik ham mavjud uyimizda. Natijada patol hamda qandillar qilingan. Oshxonamizni endilikda ko'rib o'tamiz. Koridorimizda ham turetskiy radiatorlar qo'yilgan. Uyimiz duxkonturni isitish tizimi bilan isitiladi. Oshxonamiz barcha oshxona jihozlari bilan jihozlangan. Oshxona mebellari, gaz plitasi, vытяжка, kir yuvish mashinasi. Bu yerda ko'rib turganingizdek, Artel brendi muzlatgich, rakvina hamda o'tirib ovqatlanish uchun zona ham mavjud. Uyimiz duxkonturni isitish tizimi bilan isitiladi. Mana kotelimizni ko'rishingiz mumkin. Endilikda sanuzul xonamizni ko'rib o'tamiz. Bu yerda yana bitta xorij atmosferasini berib o'tiradigan fotoaboy qo'yilgan. Sanuzul xonamiz to'liq kafel qilingan, vanna, unitasi, rakvina barchasi mavjud hamda qo'shimchasiga ariston ham qo'yilgan. Mehmonxonamizni ko'rib turganingizdek, mягкий mebel qo'yilgan, jurnalli stolik, oyoqdagi to'liq laminatlangan, nafis gilamlar to'shalgan. Bu yerda smart televizor qo'yilgan hamda konditsioner ham bor. Ushbu uyimiz barcha jihozlar bilan birgalikda sotilmoqda. Buxoro shahrining Qo'q markazi, Buxoro shahar vokzal media parkni bilmaydigan odamni o'zi bo'lmasa kerak. Media parkni ro'parasiga 7 qavatli elitli liftli uyning 4-qavatda 2 xonalik uyni ko'rib o'tdik. Ushbu uyimiz 75 kvadrat metrni tashkil qilgan holda barcha jihozlar bilan birgalikda sotilmoqda. Uyimizni narxiga keladigan bo'lsak, 55 ming AQSh dollarga baholanyapti. Agarda sizga uyimiz yoqqan bo'lsa, bemalol quyidagi raqamlarga murojaat qilishingiz mumkin hamda uyimiz haqida bo'lgan o'z fikringizni kommentariyada yozib qoldiring. Rahmat.